Yurist sifatida o'zbek tilining huquqiy maqomi degan challenge boshlab aktivistga qo'shilgan edim. O'zi Instagram tarixlarimdan javoblar kelishni boshladi. Vse Dile Doma degan magazin bu qanaqa magazin? Bilganlar yozib yuboringlar deb Instagramga tarix joylagan edim. Obunachilarim javob berdi. Rus tilini bilmasligingiz alam qilib ketdimi deb. Bizlar shunaqa odamlarmiz endi nima deysizlar, o'zimizni tilimiz uchun kurashib yotgan insonlarning ustidan kulamiz. Xuddiki jadidlarning ustidan bizlar qanaqa kulgandik? Jadidlarni kimlar sotgandi? Xuddi o'shanday bu yurt uchun kurashayotgan hozirgi jadidlar maqomida emasdir lekin ular hozir, lekin o'shalar kabi davlati uchun, xalqi uchun, vatani uchun, o'zini davlatini tili uchun, xalqini tili uchun kurashayotganlar ustidan mana shu o'zi kulishni boshladik, to'g'rimi? Ertaga agar vaqt kelib qolsa 4-5 so'm soqqasini bersa, balki sotib yuborishimiz ham mumkindir. Endi bu ehtimoliy fikrlarda, chunki bizda bunaqa narsalar bo'lgan. Men jadidman, men Amir Temurman, men Jaloliddin Manguberdiman, men 2-Renessansni ham 1-Renessansni ham qurgan shaxslarning avlodiman. Men nima uchun o'zimni o'zbek tilida gapirmasligim kerak? Nima uchun men ko'chada yurganimda menga ruscha gapirish kerak? Nima uchun men bannerlarni rus tilida o'qishim kerak? Qayerda yozib qo'yibdi bunaqa qonun? Qayerda yozib qo'yibdi bunaqa qoida? Davlat tili to'g'risida qonunda yozib qo'yilgan. O'sha bannerlar ham magazinning tepasiga Vse Dile Doma deb qo'yilgan. O'sha yerga yozib qo'y, hamma jihozlar uy uchun deb. Nima uchun men u narsani rus tilida o'qishim kerak? Nima uchun men ofitsiant menga ruscha gapirish kerak? Nima uchun resepsiyonda o'tiradiganlar menga rus tilida gapirish kerak? Nima haqqi bor ularni menga rus tilida gapirishga? Men o'zbekman. Meni pasportimga O'zbekiston fuqarosi deb qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi davlat tili to'g'risida qonunda o'zbek tili davlat tili deb qo'yilgan. Rus tili yoki ingliz tili yoki nemis tili yoki fransuz xitoy tili deb yozilmagan. Nima uchun uni haq deyishimiz kerak? Hurmatli fuqarolar, davlatimizni, vatanimizni, o'zimizni, o'zbegimizni, o'zbek tili haqida, o'zbek tilining maqomi haqida hammamiz kurashishimiz kerak. Kurashmasak bo'lmaydi. Bu narsa ertaga borib bir kun katta bir jallikka olib borishi mumkin bizlarni. O'zini tilini sotgan xalq, o'zini millatini sotgan xalq hech qachon 3-Renessansni qura olmaydi. 3-Renessansni qurmoqchimizmi? Birinchi o'rinda tilimizdan boshlashimiz kerak.